Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bize Gürle yolunda Gidrooksh Mirza Gamburg yanında 4 qavatli domimizda 4-qavatında 2 xona sotib olib chiqqan ekan. Bu yanımızda Reyhan Bazar. Yan tarafımız Jo'rabek Salon, Temur Gamburg. Şimdi birgalikda yo'l chiqamiz, yetdik. Aziz yurtdoshlar, 4-qavatga keldik. Aytib o'tganim 4 qavatli domda 4-qavatında 2 xona. Akkuratli, remontlarim yaxshi. Eshiklarimiz ham yaxshisidan o'rnatilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Giravashimiz, prixojimiz. Devorlarimiz aboy ekan. Eshiklarimiz taxta yaxshi eshikdan qo'yilgan. Do'rimizda zal, bu yon tarafimizda spalni, bu yonimizda kuxnya, sanuzel. Zalımız. Bir yerdə konditsioner qaladı ekan, lustra qaladı, perdeler qaladı. Balkonunu qo'shib berib turibdilar. Balkondagi shkaf ham qaladı aziz yurtdoshlar. Oynalarimiz plastik akvaramlarından cho'ng registr tashlangan, Wi-Fi girib turibdi. Devorlarimiz aboy. Bu yanımızda spalni. Bir yerdə görüb turgan mebelleriniz yetadi aziz yurtdoshlar. Patologlarımız natijli patolog ekan. Son özelimiz kafelden çıkıp turibdi. Eshigimiz taxta eshik. Berimizde xodinlik ketadi. Kuxnya mebellar qoladi, kiyim mashinam ketadi ekan. Suv, gaz, svet, marshrutklardan muammo yo'q. Kotelimiz ham shera o'rnatilgan. Bahası 320 milyon so'm ekan. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, ishini o'rab chiqib murojaat etaverasizlar. Keyingi roliklar inshaalloh sog'lom bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.